Yo'q, qandaysizlar bola. Hozir men qurollar bo'yicha epic qilmoqchi edim, daraja oshgan sari qurol ujmen. Hozir bitta qo'yni o'ldirib qo'ydim. Hozir shuncha yarim darajamni to'ldirib qo'ydi. No, menimcha bu yana oson bo'ladi. Men ko'pdan beri Minecraft o'ynaganim yo'q. Endi o'ynashni boshlayapman. U Minecraft o'ynaganman, lekin anchadan beri o'ynamaganman. Короче, tushunlaring desa ham bo'ladi. Netta g'or bor ekan, zo'r g'or ekan. Videoni oxirida qaytib kelamiz, agar topa olsak. Qo'ylar bor edi, просто biz birinchi videoni boshlab olishimiz kerak. Birinchi bitta daraxt chopib olamiz. Yomon sekin hozir bola. Men yezilishni yoqtiraman. Tez videoni boshlab tashlashim zo'r bo'lardi. Hozir men shu yerda verstaklarda yasab olishim kerak. Mana uji bolalar, men unaqa ezilishni yoqtiraman dedim, tezlashtirdim. Shu birinchi darajaga chiqdimda, pistigni oldim. Ko'rsataman hozir sizlarga pistigni. Pistig emas, to'pponchami, pistigmi, nima farqi bor? Shu nomi bo'lsa bo'ldi-ku. Bu pistikda otgim kelmayapti. Bo'pti, mana sizlarga ko'rsatib beraman. Ovoz chiqmayapti nimagadir. Yo'q, ovoz tepa, lekin video zapis xato ishlayapti qandaydir. Mayli, men yerdan tosh olishim kerak men. Aytyapman-ku, ezilishni yoqtiraman, lekin shu joyda ezilish kerak. Sizlar kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, ayrim hamkasblarimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Sizlar kanalimga kirsalaring, kommentlarda pashta barisi meni hamkasbim hisoblanadi. Siz ham kommentga любой so'zingizni yozing, men hamkasbimga aylaning. Davay, men sizlarga reklama qilib turaman. Men bu yerda qanday chiqaman ekan? Davay, tez hozir zombi chiqib qoladi, zaynab qoladi. Keyin uji men bu yerdan chiqib oldim ham. Tez qo'y qayerga ketyapsan? Ishqib darajang tushib ketmasa bo'ldi. Men nima dedim? Tushib ketadi dedim, pastda zombi yo'q. Shuning uchun pastga tushmash kerak. Ketdik. Yana biz loot qidirishimiz kerak. Lootlar daraja tez. Minecraftda tez yuguraman. Ovqatim ham kam qoldi, ovqat topishim kerak. Siz kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men bu kontentni nimaga chiqaryapman? Obuna bo'linglar, like bosinglar. Davay, shu kontentni ko'rishlaring uchun chiqaryapman va obunachimni ko'paytirish uchun. To'g'ri. Men rost gapiraman, obunachimni ko'paytirish uchun chiqaryapman. Hamma shunday qilyapti, shunchaki YouTube'ga video qo'yish uchun emas. Davay. Qo'sh tovuqlar. U ikkinchi darajadamiz. Zab ikkinchi darajada bizga mashina narsa beribdi. Bu ham zo'r bo'lsa kerak. Ana otyapti-ku. Tak. Bo'lmayapti vashim. Tak demasam o'zi ovoz chiqmayapti-da. Davay, verstak bilan avval men topor ham qilcham, bunga e'tibor bermanglar. Bunday. Hozir men ko'proq tosh olib turib, nima qilsam ekan? To'g'rimi? Tosh olib turib, gaplarimni ham adashib ketyapman. Vobshem bo'lmayapti. Hozir men zombi bo'lsa otib tashlayman-da, keyin tosh olib pechka yasayman. Shu pechka yasaymanni 2 soat aytdim bor-ku. Muloqotim pastda. Muloqotni oshirish kerak, so'z boylikda. Bu zombi otpaq bekorga bu zo'r emasdi. Nima bo'ldi? Ikkinchi darajaga chiqib qo'yimman. Men skeletni o'ldirdim. Mana shu yerda shu otamizda qoch, endi menga qo'yib qoch. Dahshat ko'p kishi bo'lib keladi hozirlar. Qoch, menga qo'yib qoch. Nechta edi? Bir ikkita skelet, 3 ta spider, 2 ta zombimidi. Osib tashlasam ham bo'lardi, просто yana o'lib qolmay yana. Ishqib bu vijvani oson bo'ladi deb yana o'zim uchun qiyin qilib qo'ymay. Bunday beqa qo'yaman.
ichiga ovqatlarni solaman, tez solaman. Bu yoqqa ozgina doska. Kutmaymiz, ikkinchisiga ham solamiz. Tezlikka ishlaymiz, tezlikka deyman, o'zim sekin qilaman. Buni bu yoqqa qilaman endi. Men lut qidiraman. Ovqatlarimni ko'rib turgan bo'lishinglar ham mumkin. Tepada jon ovqat turibdi. Umuman kam уже 2, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta zombi kelib bemalol o'ldirib ketishi mumkin. Bittasi o'ldira olmaydi, lekin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 95, 100, 1 kirash o'ldirib qo'yadi, ko'p kishi bo'lib kelsa. Ya'ni skelet kelib otib qo'yishi ham mumkin. Уже bu yerda go'shtlar pishgan ham, videoni o'chirib orqasida go'shtlarni pishirib olganman. Pishirib bo'lgan aytayapman, men ezilgim kelmaydi. Mana tashqariga chiqib ovoz beraman. Bu videoni olib bo'lganman, prosta ovoz berish kerak, montaj qilish kerak. Men endi bu molni o'ldirishim kerak. Короче, aytayapman-ku, ovoz beryapman. Men ko'p joyda videoni kesganman. Bir-ikki videolarda gaplarda adashib qolishim ham mumkin. Уже 4-daraja bizga shu narsani berdi. Shu narsa emas, AVM. Bu qurol juda zo'r. Prosta buni ishlatishdan bu hali bizga kerak emas. Biz shunchaki topor bilan o'ldirishimiz ham mumkin. Hozir buni bunday hop, buni ham qo'shmayda g'orda nimalar bor ekan, g'or emas ekan. Tepasi ochiq bir bitta joy ekan. Men bilmayman, nima bu yerda u ko'mirlar bor ekan. Hozir shu o'zida 5-darajaga chiqib olishim kerak. Hozir mana men o'z 5-darajaga chiqib oldim. Уже hozir menga anaqa bermaydi. B44 nima edi? Nomini bilmayman. Shu avtomatlarning nomi esimdan chiqib ketgan. Ko'rsaman, o'zlaring kommentga yozib qo'yinglar qanaqa avtomatligini. Avval videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men birinchi bo'lib 1 ga, keyin 10 ga bo'laman. Buni bo'lish juda qiyinmi, osonmi? Kimlardir uchun oson, kimlardir uchun qiyin. Men uchun juda ham qiyin. Chunki meni videolarim вообще rekka chiqmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz faqat shortsda men plus ishlaganman. Katta videolardan вообще kelmagan. Bir 7, 8, 9 tacha katta video chiqarganman. Hech qaysi rekka chiqmagan ham. Shuning uchun aynan mana shunisi rekka chiqsin. Rekka chiqmasganda ham sizlar videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, shunda ko'proq kishiga ko'rinadi. Kommentga любой narsani yozing. It menga juda ham yomon qarayapti. Yomon qarama. O'lib ketsal qoldi, o'lib qolishimga. Basharanga. O'zi jonim to'lgan. Sakraymiz, parkour qo'ydim. Gapirmay turay, hayda. Tez. Pastga tushinglar, obuna bo'ling, like bosing. Videoni любойda jo'ringizga jo'natib qo'yavering. Telegram deysizmi? To'g'ri bolalar, mana o'lib qoldim. Men qayerdan tagimda lava borligini men o'zim bilmadim ham. Keletdim, lavaga tushib ketdim. Kep invertarni ham yo'qmabman. Ozgina darajam yo'qdi. Mana bolalar uje o'lib qoldim, shuning uchun hamma qurolni ko'rsolmayapman. Ko'rsolmadim, shuning uchun mana drabovik, pulemyot, 3-2 yana qo'limda. Mana drabovikning kuchini ko'rishlaring mumkin. O'lib qoldim. Men ham qayerdan bilay, mana 3-2. Men ham qayerdan bilay, tagimda lava turganini. Men sizlarga ko'rsolmayapman, endi ko'rsatyapman. Mana bomba oxirida 10-darajada berish kerak edi bu. Endi tug'ilgan sigirlarni o'ldirdim. Uni yana bitta shunaqa bomba berilish kerak edi oxirida. Keyin yana qo'limda mana anaqa minalar ham bor. Qo'yasizlar, hozir ko'rsataman. Otga ko'rsataman hozir. Yur ot. Yura o'li. Hozir uni o'zim sizlarga portlab o'lib beraman. 1, 2, 3. Hoppa. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Любой narsani kommentga yozib keting. Obuna bo'lib qo'ying, bo'ldi.